Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Paypaqqa yoki masiga masih qilishda diqqat qilish tegishlik shartlar ishlar qaysi desan, birinchisi qirin paypaq yoki masiga masih qilishda birinchisi qirin paypaqqa yoki masini tahorat ustiga kiygan bo'lishi shart. Ya'ni tahorat elib, andin kiygan bo'lish lozim. Ikkinchisi qalin paypaq yoki masininki pokiz bo'lishi shart. Yani necis narsalarga dassimigan, necis bo'lmagan bo'lishi kerak. Uchinchisi qalin paypaq yoki masininki cho'qim o'shiqni yepib turadigan bo'lishi kerak. O'shiqdan tuvan bo'lsa masih qilishga bo'lmaydi. To'rtinchi sharti masih qilmoqchi bo'lgan qalin paypaq yoki masa putimizninki kichik barmoqdan sanaganda 3 barmoq, ya'ni azroq yeri tushib bo'lib qolsa mayli, agar 3 barmoqdan jiqroq ya tushik bo'lib qolsa ya yirtiq bo'lib qolsa masih qilishga bo'lmaydi.